Aholini sifatli va hamyonbop dori vositalari bilan ta'minlash masalasi davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada yana bir muhim yangilik e'lon qilindi. O'zbekistonda joriy yilning 1-mart sanasidan boshlab aholi uchun ayrim dori vositalari narxi 40-60% gacha pasaytiriladi. Bu haqda Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi rasman ma'lum qildi. Bugungi kunda farmatsevtika sohasi sog'liqni saqlash tizimidagi eng muhim tarmoqlardan biri hisoblanadi. Shu sabab aholi uchun dori-darmonlarni arzon va hamyonbop qilish borasida amaliy chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonda 2026 yil yakuniga qadar qariyb 6000 ta dori vositasining narxini pasaytirish rejalashtirilmoqda. Hozirda distribyutorlar uchun 2000 ta dori narxi allaqachon pasaytirildi. Shuningdek, 1-martdan boshlab aholi uchun ham 2000 ta dori narxi 40-60% gacha arzonlashtiriladi. Referent narx shakllantirish tizimi dori vositasining har bir savdo nomi uchun dori shakli, dozasi, konsentratsiyasi, hajmi va qadoqlanishini inobatga olgan holatda ishlab chiqaruvchi mamlakatda referent mamlakatlarda va O'zbekiston Respublikasi hududida sotiladigan narxlarni tahlil qilish asosida shakllantiriladigan narx tizimi hisoblanadi. Referent narx shakllantirish tizimi doirasida olib borilgan ishlar natijasida referent mamlakatlardagi narxlar, ishlab chiqaruvchi mamlakatlardagi narxlar va O'zbekiston Respublikasi hududiga import qilinadigan narxlar hisoblab chiqildi va shu asosida 2000 yaqin dori vositalarining narxlari tushirildi. Shuningdek, ushbu dori vositalarining narxlarining tushishida sohaga jalb qilingan 392 million AQSh dollari miqdoridagi investitsiyalarning ham o'ziga xos o'rni bor. Arzonlashish faqat retsept asosida beriladigan dori vositalariga taalluqli hisoblanadi. 2020-yildan boshlab dori vositalarining narxlarini nazorat qilish uchun referent narx tizimi joriy qilindi. Bu tizimda davlat regulyatori dori narxini ishlab chiqaruvchi mamlakat va bir nechta boshqa davlatlar narxlari bilan solishtiradi va bozorda uni ortiqcha oshirishga yo'l qo'ymaydi. Joriy yilda Turkiya va Misr ham ro'yxatga qo'shildi. Bu davlatlarda dori narxlari nisbatan past hisoblanadi. Dori vositalari narxlarining arzonlashishi ayrim turdagi dori vositalarini respublika hududiga import qilishda taqchillik yuzaga kelishi mumkin, lekin O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining 2026 yil 9-yanvarda e'lon qilingan 3749 sonli buyrug'iga asosan respublika hududida vaqtincha taqchillik yuzaga kelgan dori vositalari aniqlangan taqdirda ularni ro'yxatdan o'tkazmagan holatda sertifikatlashtirish usulida respublika hududiga olib kirish mumkin bo'ladi. Narxlar oshirilishini oldini olish va uni aniqlash bo'yicha raqamli markirovkalash tizimi joriy etilgan bo'lib, asl belgisi orqali amalga oshiriladi va soliq qo'mitasi bilan validatsiyasi amalga oshirilganda dori vositalarining narxlari oshirib sotilgan taqdirda avtomatik tarzda soliq qo'mitasiga xabar kelib tushadi. Shu bilan birga mahalliy korxonalarda zamonaviy texnologiyalar transferi orqali import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmi ham kengaytiriladi. Bu esa uzoq muddatli narxlar barqarorligini va aholi uchun dori-darmonlarning arzonligini ta'minlaydi. Masuda Somiddinova, Sherzod Xo'jabaxtiyorov, Poytaxt.